وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Biz osmon va yerni hamda ularning o'rtasidagi bor narsalarni shunchaki behuda yaratgan emasmiz. Bu behuda yaratilgan degan gap kofir bo'lgan kimsalarning gumonidir. Bas kofir bo'lgan kimsalar uchun do'zaxdan iborat halokat bo'lgay. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilgan zotlarni biz yerda buzg'unchilik qilib yuruvchi kimsalardek qilamizmi? Yoki taqvodor zotlarni fisqu fujur qilib yurgan kimsalar kabi qilar ekanmizmi? كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Ey Muhammad, ushbu Qur'on oyatlarini tafakkur qilishlari va aql egalari eslatma olishlari uchun biz sizga nozil qilgan muborak kitobdir. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. Davudga Sulaymonni ato etdik. Sulaymon naqadar yaxshi bandadir. Dar haqiqat u Alloh yo'liga butunlay qaytuvchidir. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. Eslang, unga Sulaymonga bir kuni kechki payt gijinglab turuvchi uchqur otlar ro'baro qilingan edi. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Bas u dedi, dar haqiqat men Parvardigorim zikridan, ya'ni namozimdan qolib, bu yaxshi otlarga ko'ngil qo'yishga berilib ketibman. Hatto quyosh parda bilan berkinibdi, botibdi. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. U otlarni menga qaytaringchi. Bas u qilich bilan otlarning oyoq va bo'yinlarini silashga kirishdi, so'yib qurbonlik qildi. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. Sulaymonni imtihon qildik va uning taxti ustiga jonsiz jasadni, o'g'lining murdasini tashladik. So'ngra u tavba qilib قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. dedi, ey Rabbim, o'zing meni mag'firat qilgin va menga o'zimdan keyin biror kishiga muyassar bo'lmaydigan bir mulk, hukmronlik ato etgin. Sening o'zinggina Vahhob, barcha yaxshiliklarni ato etuvchidirsan. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. Bas tilagini bajo qilib,
unga u istagan tomonga uning amri bilan mayin esadigan shamolni bo'yin sindirdik. والشياطين كل بناء وغواص. Shuningdek, barcha qasrlarni bino qiluvchi va dengizlar qa'riga sho'ng'uvchi g'avvos shaytonlarni, jinlarni ham. وآخرين مقرنين في الأصفاد. Boshqa bo'yin sunmaydigan jinlarni esa kishanlar bilan bandi qildik. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. Sulaymonga dedik: mana shu bizning senga ado etganimizdir. Bas sen ularni ehson qil, qo'yib yubor yoki o'zingda saqla. Sendan bu to'g'rida hisobot olinmas. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Albatta Sulaymon uchun bizning huzurimizda oxiratda yaqinlik, ajr va savoblar va go'zal oqibat jannat bordir.